Sergeli Index bozor orqasida baquvvat g'ishli kadastr chiqqan greenhouse domlarining 6-etajida 31 kvadratli kvartiramiz chiqdi. 29.500 dollarga berib yuborilyapti. Narxi juda arzon, faqat naqdga sotiladi. Hovlida bemalol bunaqa besutkalari bor, bu yerda yozda ishga tushadigan basseynlari bor, bu yerda detskiy plashatkalari, zelen zonalar bor. Shu domimizni mana 6-etajida korobka holatida topshirganim uchun hozir ko'pchilik remont qilyapti, ko'chib kirib yashayotgan odamlar mana juda ko'p. Mana mashinalar ko'rishlaringiz mumkin. Liftdan chiqqanimizda mana podyezdda 4 ta kvartira bor. Hozir remont ketyapti qo'shnilarda. Podyezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka ko'rishlaringiz mumkin. To'g'rida oshxonasi bo'ladi. Mana gazlashtirilgan, gazlari kelib turibdi. Sovuq suvlari kelib turibdi. Elektrlari kelib turibdi. Mana sovuq suvlari ham kelib turibdi. Bu yerda to'g'rida sanuzel, ya'ni hojatxona bilan dushi bo'ladi. Bu yerda kattakon zali. Endi kattakon deyishimizga sabab bir xonalikda shunaqa bo'ladi. Mana g'ishdan, pergorodkalar ham g'ishdan, tashqi tomoni ham 1,5 g'ishdan qurilgan. Kadastrlari chiqib turibdi. Faqat naqdga sotilinadi. 29.500 dollar taqilgani. Bir kunda dokumentatsiya bo'lsa, kalsraz beriladi, ustani tashlayverasizlar. Bu yerdagilar aboyli remont qilib berishga, kirib yashaydigan qilishga 4.000 dollar so'rashyapti. Usta haqi hammasi ichida. Qum tashiydi, suvoq qiladi, shpaklovka qiladi, hammasi ichida. 4.000 dollarga 20 kunda bitirib beramiz deyishdi. Pastdan nomerga aloqa chiqib qolasizlar. Arzon variantlarni yutqazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xuddi shu kvartiraning 3-etajiga chiqqanimizda qanaqa remont bo'lgan obrazis uchun ko'rsatamiz. Kirganimizda o'ng qo'lda kattakon shkaflari, undan o'tganimizda kattakon oshxonasi, choy ichib o'tiradigan joylari qilib qo'yilgan. To'g'rida sanuzeli ko'ryapsizlar, sanitariya mas'ullari yaxshilarini ishlatishibdi. Mana bu yerda kattakon zali. Ko'ryapsizlar, remont qilgandan keyin juda akkuratli holatda bo'lib qoladi. Bu yarim g'ishli devorni olib tashlab studiya qilsalaringiz ham bo'ladi bemalol. Mana ko'ryapsizlar, eshiklari endi kelar ekan. Lokatsiyasi mashina bozoridan to'g'ri kelganda hokimiyat, yarmarka, undan o'tganda eng yaqin metro Tron metro bekati, Index bozori. Bu yerda Index bozori shunday orqasida joylashgan. Eng yaqin metro mana Tron metro bekati, eng yaqin masjid Quddus Sharif masjid. Shahardagi eng katta masjidlardan bo'layapti. Lokatsiyasi mana yaxshi joyda joylashgan.